1970-yil 17-avgust. Tongi 1:40lar atrofi. Janubiy Vyetnamning Quang-Ngay provinsiyasida kapitan Scott Schneider o'z chodirida uxlab yotgan edi. U 25 yoshida artilleriya qo'mondoni bo'lib, xizmat muddatining tugashiga oz qolgan. Schneiderni askarlari adolatli va malakali rahbar sifatida hurmat qilishardi. Ammo urushning og'ir davrida askarlar do'stlarini tuzoqlarda yoki kutilmagan hujumlarda yo'qotib, ko'pchilik nima uchun bu yerda ekanini ham tushunmasdi. Uning chodiriga parchalanuvchi granata tushdi. Portlash kulbani yer bilan yakson qildi. Tibbiy xodimlar yetib kelganda kapitan allaqachon halok bo'lgan edi. Tekshiruvlarda ma'lum bo'lishicha, bu hujum faqatgina Schneiderning o'z askari tomonidan chiqqan. Chunki baza atrofida Vyetnam askarlari yo'q edi. 1969-1972 yillar orasidagi Vyetnam urushida yuzlab amerikalik askarlar o'z zobitlariga qarshi granatali hujumlar uyushtirgan. Bu esa urushning qanchalik dahshatli tusga kirganini ko'rsatadi. Ha, ular urush azobidan o'zlarini o'zlari qirishga tushib ketishadi. Bugungi sonda nega Vyetnam urushida amerikalik askarlar o'z rahbarlarini o'ldirganlari, Vyetnam urushining eng qorong'u tomonlari va nega Amerika armiyasi Vyetnam fuqarolarini shunchaki qirib yuborgani haqida bilib olasiz. Videoni davom ettirishdan oldin bir eslatma. Vyetnam urushining dastlabki saboqlarini bilish uchun bu urush haqidagi birinchi sonimizni ko'rishingiz kerak. Mana bu yerda havolasini qoldiraman. Mana behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday top million ma'lumotlar. Xuddi shunday Deng Diem Janubiy Vyetnam ustidan nazoratni tez suratda yo'qotib borayotgan edi. AQShning yangi prezidenti John Kennedy harbiy yordamni keskin oshirdi. Amerikalik harbiy maslahatchilar soni 700 nafardan 16 minggacha yetdi. Shuningdek, millionlab dollar moliyaviy, logistika va havo kuchlari yordami ajratildi. Bu esa Janubiy Vyetnam armiyasini 200 ming kishigacha kengaytirishga imkon berdi. 1963-yil 2-yanvarda Janubiy Vyetnam qo'shinlari Abbak qishlog'i atrofidagi Vietkong pozitsiyalariga hujum qildi. Biroq og'ir talafot ko'rdi. Janglarda 3 nafar amerikalik ham halok bo'ldi. Shu bilan birga janub hokimiyatidagi Diem tobora ommabopligini yo'qotib borardi. U dindor katolik bo'lib, katoliklarni qo'llab-quvvatlovchi siyosat yuritardi. Boshqa dinlar bayroqlarining ommaviy namoyish etilishini taqiqlar edi. Bu taqiq buddaviylar bayrami kunida kuchga kirishi vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Natijada ommaviy namoyishlar boshlandi, ular shafqatsiz bostirildi va bu yanada kuchliroq noroziliklarga sabab bo'ldi. Chunki Vyetnam diniy jihatdan buddaviylik ta'limoti bilan boyigan. Namoyishlardan biri chog'ida buddaviy rohib o'zini yoqib yuboradi. Diemning kenoisi amalda birinchi xonim vazifasini bajargan shaxs halok bo'lgan rohibni ochiqchasiga masxara qilib, yana barbekyu qilishmoqchi bo'lishsa, men benzin va gugurt bilan ta'minlayman degan bayonot berdi. Bu voqea Vyetnamdagi AQSh elchisi uchun ham haddan tashqari keskin signal bo'ldi. Diem endi siyosiy yukka aylangan deb topildi. AQSh qo'llab-quvvatlagan davlat to'ntarishi natijasida Diem o'ldiriladi. Oradan bir necha hafta o'tib, prezident Kennedy suiqasd natijasida halok bo'ldi va uning o'rniga Lyndon Johnson prezident bo'ldi. Shimoldagi Vietkong siyosiy bo'shliqdan foydalanib, janubga hujumlarini kuchaytirdi. Hatto bo'ron vaqtida Saygon daryosida turgan Amerika kemasi cho'ktirib yuboriladi. 1964-yil 4-avgust kuni Tonkin ko'rfazida AQSh kemalari xalqaro suvlarda Shimoliy Vyetnam tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi. Bunga javoban AQSh Kongressi Tonkin harbiy hujjatini qabul qilib, prezident Johnsonning Vyetnamdagi harbiy ishtirokini kengaytirishiga ruxsat berdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, AQSh kemalariga haqiqiy hujum bo'lmagan. Bu hodisa texnik xato yoki Vyetnamdagi harbiy ishtirokni kengaytirish uchun ataylab noto'g'ri talqin qilinganmi?
Bu masala hanuz bahsli. 1965-yilga kelib, Pentagon janubda 20 mingdan 100 minggacha Vitkong va Shimoliy Vyetnam askarlari borligini baholadi. Jonson Xitoy va Sovet ittifoqi bilan to'g'ridan-to'g'ri keskinlashuvdan qochmoqchi edi. Shu sababli u dastlab cheklangan zarbalar berdi, keyin esa zaruratga qarab bosimni kuchaytirdi. Jonson 17-parallel shimolida portlashlar seriyasini boshlashga ruxsat berdi. Keyinchalik aylana momaqaldiroq operatsiyasi doirasida AQSh aviatsiyasi muhim harbiy infratuzilmalarni bombardimon qildi. Shu bilan birga shimol janubga taklif ham bildirdi. Agar ular Vitkongni qo'llab-quvvatlashni to'xtatib, janubni mustaqil, kommunistik bo'lmagan davlat sifatida tan olsa, bombardimonlar to'xtatilishi va keng ko'lamli yordam dasturi boshlanishi mumkin edi. Biroq bu strategiya kutilgan natijani bermadi. 1965-yil iyun oyida Vitkong Janubiy Vyetnam armiyasining bir nechta polklarini, jumladan AQSh tomonidan tayyorlangan 3 ta Ranger batalyonini tor-mor etdi va Saygondan atigi 100 kilometr uzoqlikdagi Dong Huay viloyat markazini ham egalladi. Vaziyatni yanada beqarorlashtirib, Saygonda yana bir davlat to'ntarishi sodir bo'ldi. Janubiy Vyetnam shunchalik zaif ahvolda ediki, Prezident Lyndon Johnson endi ikki yo'ldan birini tanlashi kerak edi. Vyetnamni boy berish yoki amerikalik qo'shinlarni yuborish. U qaysi yo'lni tanlaganini taxmin qilish qiyin emas. AQSh armiyasi jangovar operatsiyalarni o'z nazoratiga oldi, Janubiy Vyetnam armiyasi esa qishloq hududlarida aholining ishonchini mustahkamlash vazifasiga yo'naltirildi. Biroq janubliklar urushni amerikaliklar o'z qo'liga olganidan norozi edi. Bundan tashqari, korrupsiya va zo'ravonlik holatlari tez-tez uchrab, olib borilayotgan operatsiyalar maqsadiga putur yetkazardi. Mamlakat bunday ulkan harbiy operatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun zarur infratuzilmaga ega emas edi. Shu sabab AQSh uni amalda boshqatdan qurishga majbur bo'ldi. Minglab amerikalik askarlar Vyetnamga kirib kelar ekan, momaqaldiroq operatsiyasi davomida Shimoliy Vyetnamning yo'llarini portlatib tashladi. Biroq Shimoliy Vyetnam Xitoy va Sovet ittifoqi ko'magida havo mudofaasini kuchaytirdi. Ular osmonni himoya qilishda tobora samarali bo'lib borardi. Ularning havo harbiy tizimlari tobora xavfli kuchga aylanayotgan edi. 1965-yil 3-aprelda Shimoliy Vyetnam havo kuchlari Tan Hoa ko'prigi ustiga uyushtirilgan bombardimonni to'xtatishga urinib, urushdagi ilk havo janglaridan birini amalga oshirdi. Garchi ular barcha samolyotlarini yo'qotgan bo'lsa ham, havo jangida 2 supersonik amerikalik qiruvchi samolyotni urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. Xabar aniq edi. Shimol osmon ustidan nazoratni kurashsiz topshirmaydi. Yulduzli tosh operatsiyasi davomida AQSh kuchlari Van Tuong qishlog'i yaqinidagi Vitkong pozitsiyasiga kutilmagan hujum uyushtirdi. Vyetnamliklar qattiq qarshilik ko'rsatdi, ular tor-mor etilib 600 ga yaqin jangchisini yo'qotdi. Ammo AQSh tomoni ham yuzlab talafot ko'rdi. Amerikaliklar La Drang vodiysidagi janglarda ham qimmatga tushgan g'alabaga erishdi. Bu yerda Shimoliy Vyetnam armiyasining 3 diviziyasi Janubiy Vyetnamni 2 ga bo'lib tashlashga uringan edi. Shu paytga kelib Amerika qo'mondonligi kelajakda duch kelinadigan yo'qotishlar miqyosi naqadar ulkan bo'lishini anglay boshlagan edi. Shimoliy Vyetnam amerikaliklarga qarshi ochiq to'qnashuv taktikasining samarasizligini anglab yetdi va strategiyani o'zgartirdi. Endi partizan urushi davri boshlanayotgan edi. 1966-yilga kelib momaqaldiroq operatsiyasi kutilgan natijani bermayotgani ayon bo'ldi. Xitoy va Sovet ittifoqining keng ko'magi bilan Shimoliy Vyetnam havo kuchlari tez suratda kuchayib borar, yangi va qudratli havo mudofaasi hamda radar tizimlari tarmog'i yuzlab Amerika samolyotlarini urib tushirish imkonini berardi. Shu davrda shimoldan janubga qo'shin va ta'minot harakati 3 baravarga oshdi. Bunga javoban AQSh yana strategiyani o'zgartirdi. Momaqaldiroq endi shimolning yoqilg'i va neft infratuzilmasini nishonga oldi. Operatsiya natijasida bu kuchlarning 70% dan ortig'i yo'q qilindi. Kommunist kuchlar qolgan yoqilg'ini aholi zich yashaydigan hududlarda saqladi. Chunki AQSh bunday joylarni bombardimon qilmasligini bilishardi.
Harbiy jihatdan muvaffaqiyat ko'ringaniga qaramay, bu bosqich shimolliklarning qarshilik ruhini yanada kuchaytirdi va Xanoy hukumatining ichki qo'llab-quvvatlanishini mustahkamladi. Qog'ozda antikommunistik kuchlar ancha ustun ko'rinardi. Qariyb 400 ming amerikalik askar, deyarli 750 ming Janubiy Vyetnam qo'shini va boshqa ittifoqchi davlatlardan 50 ming harbiy xizmatchi. Ular janubda yashirin faoliyat yuritayotgan taxminan 300 ming Vitkong va Shimoliy Vyetnam armiyasi jangchilariga qarshi kurash olib borardi. Biroq son jihatidan ustunlik g'alabani anglatmas edi. Ittifoqchi kuchlar deyarli ko'rinmas dushmanni topish va yo'q qilishga urinardi. Amerikaliklar yirik shaharlar va tayanch nuqtalarni nazorat qilgan bo'lsa-da, Janubiy Vyetnam hududlarining katta qismi amalda dushman hududi edi. Vitkong keng qo'llagan mudofaa inshootlaridan biri o'rgimchak illari deb ataladigan yashirin chuqurlar edi. Ular yerga tik qazilib, usti o'simliklar bilan berkitilardi va zich o'rmonlarda deyarli ko'zga tashlanmasdi. Dushman yaqinlashganda yashiringan jangchi imkon qadar uzoq kutib, so'ng kutilmagan hujum qilardi. Bu albatta chalkashlikni keltirib chiqarar, artilleriya, granatomyot yoki havo yordami chaqirilganda o'z kuchlariga zarar yetkazish xavfini oshirar edi. Har qanday Vitkong yoki Shimoliy Vyetnam pozitsiyasi ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilgan chekinish yo'llariga ega bo'lardi. Hujum paytida bo'linmaning bir qismi ittifoqchi kuchlarni tutib turar, asosiy kuchlar esa xavfsiz hududga chekinar edi. Vitkong asosan pistirmalar orqali hujum qilgan. Yo'llar bo'ylab xandaqlar, okoplar va yashirin mudofaa nuqtalari qazilib, usti puxta niqoblangan. Ular odatda kech tushishidan oldin hujum qilib, maksimal zarar yetkazgach, tunning zulmatida chekinishardi. Vitkongning topqirligi oddiy, ammo samarali tuzoqlarda ham namoyon bo'lardi. Masalan, punji qoziqlari, yerga yashirilgan o'tkir yog'och tayoqlar. Ba'zan chuqurga tushgan askarlar tanasidan o'tib ketadigan darajada katta bo'lardi. Hatto kichik yashirin teshikdagi bitta qoziq ham askarning oyog'ini teshib, butun bo'linma harakatini to'xtatib qo'yishi mumkin edi. Eng dahshatli tuzoqlar esa Vitkongning mashhur portlovchi va mexanik tuzoqlari bo'lgan. Bambukdan yasalgan qamchi tuzoq moslamalari, yer osti minalari, ichki portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan kovak daraxtlar, ilmoqli tuzoqlar va turli xil signal simlari. Ko'plab yosh amerikalik askarlar shu tuzoqlar sabab qo'l oyog'idan ayrildi yoki halok bo'ldi. Urush davomida Amerika yo'qotishlarining qariyb 20% mina va tuzoqlar tufayli yuz bergan. Minglab tinch aholi ham shu fojiadan zarar ko'rgan. Bu taktikalarga qarshi kurashishda AQSh kuchlari og'ir artilleriya zarbalari va keng hududni qamrab oluvchi bombardimonlardan foydalandi. Shuningdek, ular benzinga qaraganda sekinroq va kuchliroq yonadigan yopishqoq bir yonuvchi moddani qo'llashdi. Ya'ni napalm. U mustahkamlangan pozitsiyalarga qarshi nihoyatda samarali bo'lgan. Biroq Vitkong jangchilarini yo'q qilishda samarali bo'lgan bu qurollar ko'pincha tinch aholi qurbonlariga ham sabab bo'lardi. Yana bir bahsli amaliyot AQSh artilleriyasining keng ko'lamli o'qqa tutish taktikalari bilan bog'liq edi. Bezovta qilish va to'sib qo'yish deb atalgan taktika portlovchi snaryadlar bilan tasodifiy vaqtlarda ko'pincha ko'rkorona, ayniqsa tunda dushman harakati ehtimol qilingan yo'llarni va daryolarni o'qqa tutishni anglatar edi. Aksariyat hollarda hech narsa nishonga olinmasdi. Kamdan-kam vaziyatda omadsiz Vitkong yoki Shimoliy Vyetnam bo'linmasi zarbaga uchrardi. Biroq ko'pincha o'qqa tushadiganlar oddiy odamlar bo'lgan. Vitkong va Shimoliy Vyetnam armiyasi ko'pincha qishloqlar yaqinida yashirinib yashardi. Amerikaliklar ularga hujum qilgan taqdirda tinch aholi qurbonlari ko'payardi. Bu esa mahalliy aholini AQShga qarshi kayfiyatga undagan. Qalin o'rmonlar partizanlarga yashirinish imkonini berayotgani amerikaliklar uchun katta muammo edi. Shu bois ular o'simlik qoplamasini yo'q qilish orqali dushmanni ochiq maydonga chiqarish g'oyasini ilgari surdilar. AQSh o'simliklarni yo'q qiluvchi kimyoviy modda ishlab chiqdi. Natijada AQSh havo kuchlari Janubiy Vyetnam o'rmonlarining taxminan 20% ni va yovvoyi o'rmonlarining 20-50% ni yo'q qildi. Bu ekologik nuqtai nazardan eng yirik talafotlardan biri sifatida baholanadi. Vitkong aniqlanib qolmaslik uchun yer osti tunnellari tarmog'idan keng foydalandi.
Eng yirigi Kuchi tunnel majmuasi bo'lib, uning tarkibida 300 kilometrdan ortiq tunnellar faol ishlagan. 1967-yil yanvarida o'tkazilgan harbiy operatsiya doirasida ittifoqchi kuchlar temir uchburchak deb atalgan hududda tunnellarni topish va yo'q qilish uchun 30 ming askar yubordi. AQSh va Janubiy Vyetnam kuchlari hududdagi barcha o'simliklarni buldozerlar bilan tekisladi va kimyoviy moddalar yordamida guruch dalalarini yaroqsiz holga keltirdi. Qariyb 6 ming tinch aholi majburan boshqa hududlarga ko'chirildi. Ularning uy va qishloqlari shunchaki yoqib yuborildi. Vitkong tunnellarni himoya qilishga urinmadi, balki hududni tark etib, hujumdan qochdi. Harbiy nuqtai nazardan operatsiya muvaffaqiyatli ko'rindi. Tunnellar vayron qilindi va Vitkong hududdan siqib chiqarildi. Biroq atigi 10 kun o'tib, ular yana qaytib kelib faoliyatini tikladi. Natijada amalda hech narsa o'zgarmadi, faqat mahalliy aholining AQShga nisbatan nafrati kuchayib ketdi xolos. Bu paytga kelib, urush har ikki tomon uchun nihoyatda qimmatga tushayotgandi. Qariyb 20 ming amerikalik askar halok bo'lgan, AQSh jamoatchiligi esa urush ma'nosini tobora kamroq tushuna boshlagan edi. Mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari kuchaydi, majburiy harbiy xizmatga qarshi chiqishlar avj oldi. Prezident Jonson urush tez orada yakunlanishini ta'kidlab, jamoatchilikni tinchlantirishga urinardi. 1967-yil oxiriga kelib, Shimoliy Vyetnam rahbariyati janubliklar amerikaliklar qo'llab-quvvatlayotgan hukumatdan norozi va qo'zg'olonga tayyor degan xulosaga keldi. Shu bois ular janub bo'ylab keng ko'lamli hujum rejasini ishlab chiqdi. Shimoliy Vyetnam armiyasi chegara hududi bo'ylab to'planib, amerikalik qo'shinlarni aholi yashaydigan hududlardan uzoqlashtirdi. Shu paytda partizanlar yashirin ravishda har bir viloyat va tuman markazlariga, hatto Saygonga ham kirib bordi va zarba berish signalini poyladi. AQSh qo'shinlari dushman harakatini to'xtatish uchun qattiq jang olib bordi. Eng qonli to'qnashuvlardan biri 875-tepalik uchun jang bo'ldi. Amerikaliklar uni egallashga urinib, 360 nafar askari halok bo'lgan va qariyb 2000 nafari yaralangan. Bu jang Vyetnam urushidagi eng og'ir do'stona o't ochish hodisasiga ham sabab bo'ldi. Amerikalik samolyot xatolik bilan o'z qo'shinlari joylashgan hududga bomba tashlab, kamida 42 askarning o'limiga sabab bo'lgan. Jang texnik jihatdan AQSh g'alabasi bo'lsa-da, 875-tepalik strategik ahamiyatga ega emas edi. Bir hafta o'tmay u yana dushman nazoratiga o'tib ketdi. AQSh dushman qo'shinlarining harakatini payqagan va ularni to'xtatishga urinib ko'rgan bo'lsa-da, kelayotgan hujum miqyosi ular uchun kutilmagan darajada katta bo'ldi. Bu razvedka xatosi ko'lamiga ko'ra, Ikkinchi jahon urushidagi Pearl Harbor hujumi bilan taqqoslanadi. Hujum 1968-yil yanvar oyida Tet bayrami arafasida boshlandi. Taxminan 84 ming askar janub bo'ylab 100 dan ortiq nishonga zarba berdi. AQSh bazalari, jumladan Long Bingdagi shtab va Tanson Hatdagi Janubiy Vyetnam qo'mondonligi ham hujumga uchradi. Shimoliy Vyetnam qo'shinlari 17-parallelni kesib o'tdi, ammo Kxesandagi Amerika bazasini egallay olmadi. Birinchi marta amerikalik va janubiy vyetnamlik askarlar ochiq janglarda o'z raqiblarini aniq ko'ra boshladilar. Pistirmalar ortidagi dushman endi yuzma-yuz maydonga chiqqan edi. Endilikda janglar ularning shartlari asosida kechayotgan bo'lgan. Shimoliy qo'shinlar sobiq imperator poytaxti Hue shahriga hujum uyushtirdi. U yerda aholining hukumatga nisbatan noroziligi mavjud bo'lgani sababli ular keng ko'lamli qo'zg'olon boshlanishiga umid qilgandi. Biroq bu sodir bo'lmadi. Shunga qaramay shahar himoyachilari tezda tor-mor etildi va Hue qisqa vaqt ichida qo'lga olindi. Vitkong hokimiyatni mustahkamlashga urinib, amerikaliklar tarafdorlari va muxolif deb gumon qilingan shaxslarni nishonga oldi. Tarixchilarning hisoblashicha bu davrda 2000 dan 8000 gacha odam o'ldirilgan. Ittifoqchi kuchlar zudlik bilan shaharning qayta egallanishi uchun hujum boshladi. Mart oyiga kelib kommunistlar siqib chiqarildi, biroq janglar shaharni vayronaga aylantirdi. Binolarning yarmiga yaqini vayron bo'ldi. Aholining 4 dan 3 qismi boshpanasiz qoldi. Saygonga qilingan hujum esa shimol uchun yanada muvaffaqiyatsiz kechdi. Ular birorta muhim harbiy obyektni egallay olmadi.
Har qanday mezon bilan baholaganda, Tet hujumi shimol uchun og'ir harbiy mag'lubiyat edi. Kutilgan umumxalq qo'zg'oloni yuz bermadi. Xue shahridagi ommaviy qatllar esa ularning obro'siga putur yetkazib, ko'plab odamlarni kommunizmga qarshi kayfiyatga o'tkazib qo'ydi. Vitkong ulkan yo'qotishlarga uchradi va bu zarbadan hech qachon to'liq tiklana olmadi. Biroq Tet hujumi bir muhim natijaga erishdi. U dunyoga shimol keng ko'lamli kutilmagan hujumlar uyushtirishga qodir ekanini ko'rsatdi. Prezident Jonson urush tez orada tugashini va'da qilganidan ko'p o'tmay, amerikaliklar televizor orqali urushdagi eng yirik hujumni jonli kuzatdi. Hukumatga bo'lgan ishonch yanada pasaydi va jamoatchilik urushni kamaytirish hamda uni Janubiy Vyetnam zimmasiga topshirishni talab qila boshladi. 1968-yil 16-martda amerikalik qo'shinlar My Lai qishlog'iga kirib bordi. Amerikaliklarda qishloq odamlari Vitkongni qo'llab-quvvatlaydi degan gumon bor edi. Aholi jarlik yoniga to'plandi va shafqatsizlarcha otib tashlandi. Qariyalar va bolalar ham o'ldirildi. Ayollar va qizlar zo'ravonlikka uchragach, otib tashlandi. Umuman olganda 500 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Bu jinoyatni yashirishga urinishdi, ammo 1969-yilda jurnalist Seymour Hersh olib borgan tekshiruv haqiqatni fosh etdi. Leytenant William Kelly 22 ta qotillik bo'yicha aybdor deb topildi. Lekin apellyatsiyadan so'ng u atigi 3 yil uy qamog'ida jazo o'tadi. Mudofaa vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha yordamchi kotibi Artur Silvester Vyetnamdagi urush haqidagi axborotni nazorat qilishda muhim rol o'ynagan. U matbuotdan AQShni faqat ijobiy ko'rsatadigan ma'lumotlargina tarqalishini kutgan. Bu esa hukumat va matbuot o'rtasidagi keskinlikni kuchaytirgan hamda rasmiy bayonotlarga ishonchni susaytirgan. Tet hujumidan keyin Janubiy Vyetnam siyosiy jihatdan mustahkamlanib bordi. Ular birinchi marta demokratik saylov orqali yetakchini saylashga muvaffaq bo'ldi va 1968-yilda konstitutsiya qabul qilindi. AQSh prezidentlik saylovlari arafasida tomonlar nihoyat tinchlik muzokaralarini boshlashga tayyor edi. Biroq Janubiy Vyetnam kutilmaganda muzokaralardan chiqdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Nixon saylov kampaniyasi vakillari yashirin ravishda Janubiy Vyetnam bilan bog'lanib, agar muzokaralarda qatnashmasa, amaldagi nomzod Hubert Humphreyga qaraganda yaxshiroq shartlar taklif qilinishini va'da qilgan. Prezident Jonson bu haqda Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan olib borilgan noqonuniy tinglashlar orqali bilib oldi. AQSh fuqarosi Richard Nixon chet davlat bilan aloqaga kirishib, tinchlik muzokaralarini izdan chiqarishga uringan edi. Bu esa urushning cho'zilishiga va minglab amerikaliklarning o'limiga olib kelgan siyosiy manfaatparastlik harakati sifatida baholanadi. Jonson bu ma'lumot qanday olinganini oshkor qilishni istamadi va sukut saqladi. Muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugadi va urush davom etdi. Prezidentlikka kelgan Nixon amerikaliklar urushdan charchaganini yaxshi tushunardi. Yo'qotishlarga qaramay Shimoliy Vyetnam urushni davom ettirishga qat'iy bel bog'lagan edi. Janubiy Vyetnam avvalgidan kuchliroq bo'lsa-da, AQSh yordamisiz mustaqil qarshilik ko'rsatishga hali tayyor bo'lmagan. Nixon muammoga duch keldi. U Vyetnamdan chiqib ketishi kerak. Ammo uni boy bermasligi ham lozim edi. Yechim bitta, ya'ni vyetnamlashtirish siyosati. Janubiy Vyetnamni shunday kuchaytirish kerak ediki, u shimolga qarshi mustaqil turib bera olsin. Buning birinchi bosqichi qishloq hududlarida Vitkong tayanchlarini yo'q qilish bo'lgan. Ammo mahalliy aholi yashaydigan hududda jang olib borishning eng katta muammosi shundaki, do'st bilan dushmanni ajratish deyarli imkonsiz edi. Har qanday odam ma'lumot yetkazuvchi, bomba tashuvchi yoki suiqasdchi bo'lishi mumkin edi. Shu bois ittifoqchi kuchlar aksini isbotlamaguncha hamma Vitkong infratuzilmasining bir qismi degan yondashuvni qo'lladi. Bu maqsadda Phoenix dasturi joriy etildi. Vitkongni qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlarni yo'q qilishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan operatsiya. Janubiy Vyetnam minglab fuqarolarni shunchaki sudsiz hibsga oldi. Ko'plari joyida o'ldirildi yoki ma'lumot olish uchun qiynoqqa solindi. CIA xodimlarining ayrim guvohliklariga ko'ra, qiynoqlardan omon qolganlar deyarli bo'lmagan. Qurbonlar sonini aniq baholash qiyin. CIA
taxminan 20 ming deydi. Janubiy Vyetnam rasmiylari esa 40 mingga yaqin deb baholashadi. O'ldirilganlarning qanchasi haqiqatdan ham Vitkong a'zolari bo'lganini aniqlash esa butkul imkonsiz. 1971-yilda Phoenix dasturi rahbari William Colby Kongress a'zosiga shunday savol beradi. Biz Vitkong infratuzilmasi a'zosini Janubiy Vyetnamning sodiq fuqarosidan aniq ajrata olamizmi? Colby esa yo'q, janob kongressmen deb javob beradi. Shunga qaramay dastur shafqatsiz bo'lsa-da, samarali hisoblandi va Vitkong jiddiy zaiflashdi. Janubiy Vyetnamda elita qatlamlari hukumatni qo'llab-quvvatlasa-da, qishloq aholisi orasida tayanch deyarli bo'lmagan. 1970-yil 26-martda prezident Nguyen Van Thieu yarim milliondan ortiq dehqon oilalariga 1 million gektardan ortiq yerlarni bepul taqsimlash to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qaror unga qishloq aholisi orasida keng qo'llab-quvvatlash olib keldi. Keyingi bosqichda ittifoqchilar Vitkong ta'minot yo'llarini nishonga oldi. Laos va Kambodja orqali o'tuvchi yo'llar urush uchun muhim ahamiyatga ega edi. AQSh jamoatchiligi urush kengaytirilishini qo'llab-quvvatlamasligini bilgan holda bu operatsiya maxfiy saqlandi. 30 ming amerikalik va 50 ming janubiy vyetnamlik askar Kambodjaga kirib bordi. Bu yirik operatsiya kommunist kuchlariga og'ir zarba bo'ldi. Taxminan 10 ming jangchi yo'q qilindi, minglab odamlar asir olindi va ta'minot tizimi jiddiy zarar ko'rdi. Biroq hujum Kambodja hududi ustidan keng ko'lamli bombardimonlar bilan birga olib borildi va ular bosqin tugaganidan keyin ham davom etdi. Natijada dahshatli miqdorda tinch aholi qurbonlari yuzaga keldi. Kambodja tarixidagi bu davrni ko'pincha mamlakatning tosh davriga qaytarilgani sifatida tasvirlashadi. Bombardimonlar jangchi va tinch aholini farqiga bormasdan turib amalga oshirilgan. O'sha paytdagi milliy xavfsizlik maslahatchisi Henry Kissinger nishonlarni tanlash jarayonida bevosita ishtirok etgan. Kambodja tarixdagi eng ko'p bombardimon qilingan mamlakat bo'lib qolmoqda. Hatto 2-jahon urushida Germaniya yoki Yaponiya ustiga tashlangan bombalardan ham ko'proq. Tadqiqotchilar AQSh bombardimonlari oqibatida 150 mingdan 800 minggacha odam halok bo'lganini taxmin qiladi. Bu vayronagarchilik natijasida ko'plab kambodjaliklar radikal qizil khmerlar harakatiga qo'shildi. Ular keyinchalik hokimiyatni egallab, dahshatli genotsidni amalga oshirdi. 1971-yilda ittifoqchi kuchlar Laos hududiga 15 minglik qo'shin yubordi. Kambodjadagi operatsiyadan farqli o'laroq bu yurish muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. 15 ming askardan atigi yarmi oldingi pozitsiyalariga qayta oldi. Amerika yo'qotishlari 1400 kishiga yetdi. Shundan so'ng Laos ham keng bombardimon qilindi. Kambodjaga kirib borish haqidagi xabar oshkor bo'lgach, AQSh jamoatchiligi keskin norozilik bildirdi. San-Fransiskoda 150 ming, Washingtonda 100 ming namoyishchi yig'ildi. 900 ga yaqin kollej va universitetlarda milliondan ortiq talaba qatnashgan norozilik namoyishlari o'tkazildi. Hukumat namoyishlarni bostirishga urindi. Kent shtat universitetida Milliy gvardiya 4 talabani otib tashladi. Urushga qarshi bosim kuchaygani sababli Tonkin rezolyutsiyasi bekor qilindi. 1971-yil oxiriga kelib, AQSh qo'shinlari soni 550 mingdan 140 minggacha qisqardi. Urush asta-sekin asl mohiyatiga, Vyetnamliklar o'z mamlakatini qanday boshqarish kerakligini hal qiladigan fuqarolar urushiga aylanib borardi. Urush tugash arafasida AQSh qo'shinlari orasida intizom va ruhiy holat keskin yomonlashdi. Ko'pchilik uyga qaytishiga oz qolgan paytda halok bo'lishni istamas edi. Narkotik moddalar iste'moli ham keng tarqaldi. Askarlarning 10-25% geroin iste'mol qilgan. Ko'plar uyga qaramlik bilan qaytgan va hukumatdan yetarli yordam ola olmagan. Shuningdek, fracking deb ataluvchi holat askar tomonidan o'z savdoshi yoki qo'mondonini ataylab o'ldirish holatlari ham keskin oshib ketgan. 1971-yil iyun oyida matbuot aniqlagan hujjatlar AQSh Vyetnam mojarosiga 1945-yildan beri aralashib kelayotganini ko'rsatdi. Shu bilan hukumatga qolgan ishonch ham yemirildi va jamoatchilik urushni darhol tugatishni talab qila boshladi. 1972-yilga kelib Vyetnamda atiga 65 ming amerikalik qolgan edi. Ulardan 5 ming nafari jangovar bo'linmalarda xizmat qiladi. Urushni olib borish mas'uliyati asosan Janubiy Vyetnam armiyasiga o'tdi. Nikson prezidentlikka qayta saylanayotganida
Shimol yana zarba berishga qaror qildi. 30-mart kuni Shimoliy Vyetnam qo'shinlari va tanklari chegara hududidan o'tib keng ko'lamli hujum boshlashdi. Bu hujum Janubiy Vyetnam kuchlarini kutilmaganda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Himoyachilar tayyor emas edi va Shimoliy qo'shinlar Janubiy Vyetnam armiyasining bir necha diviziyalarini tor-mor etdi. AQSh havo kuchlari keng ko'lamli bombardimon kampaniyasini boshladi, ammo nihoyat og'ir yo'qotishlar evaziga Shimoliy qo'shinlarni ortga chekinishga majbur qildi. AQSh prezidentlik saylovlari arafasida Henry Kissinger Shimol bilan kelishuv muzokaralarini olib bordi. Rejaga ko'ra, o't ochishni to'xtatish joriy etiladi. 60 kun ichida AQSh qo'shinlari to'liq chiqariladi. Shimoliy Vyetnam barcha harbiy asirlarni qaytaradi. Janubiy Vyetnam hukumatining kelajak shaklini aniqlash uchun Janubiy Vyetnam vakillari Vietcong va neytral tomonlardan iborat bo'lgan 3 tomonlama komissiya yig'iladi. Amerika jamoatchiligi buni katta yangilik bilan kutib oladi va Nixon saylovlarda katta ustunlik bilan g'alaba qozonadi. Biroq Janubiy Vyetnam rahbariyati kelishuvdan norozi edi. Ular bu bitim hukumatni qulatishdan qo'rqishardi va shartlarni o'zgartirishni talab qilishdi. Muzokaralar keskin tortishuvlar bilan davom etdi. Nihoyat 1973-yil 27-yanvarda AQSh, Shimoliy Vyetnam, Janubiy Vyetnam va Vietcong Parij tinchlik kelishuvlarini imzoladi. 2 oy ichida qolgan 20 ming amerikalik harbiy mamlakatni tark etdi. Kommunistlar 600 nafar harbiy asirni ozod qildi va ular o'z oilalariga qaytdi. Biroq bu sulh uzoq davom etmadi. Har ikki Vyetnam tez orada uni buzdi. Janubiy Vyetnam dunyodagi eng yirik va yaxshi qurollangan armiyalardan biriga ega bo'lib qolgan bo'lsa-da, amerikaliklarsiz uni saqlab turish imkoniga ega emas edi. Shu paytda AQSh ichki siyosiy inqirozga duch keldi. Watergate mojarosi oqibatida Oq uy falaj holatga tushdi va Janubiy Vyetnamga moliyaviy yordam yanada kamaydi. Amerika harbiylari mavjudligiga qattiq bog'liq bo'lgan Janubiy Vyetnam iqtisodiyoti chuqur inqirozga yuz tutdi. Ishsizlik oshdi, armiya ruhiyati pasaydi va ommaviy dezertirlik boshlandi. Ho Chi Minh yo'li endi bombardimon qilinmayotgan edi. Xitoy va Sovet ittifoqi yordami bilan shimol harbiy jihatdan mustahkam holatga keldi. 1974-yil 12-dekabrda Shimoliy Vyetnam keng ko'lamli hujum boshladi. Ular Pok Long viloyat markaziga yo'l oldi. Janubiy qo'mondonlik shaharni tashlab chiqib ketdi va himoyachilarni o'z holiga tashlab qo'ydi. Garnizon oxirgi nafasigacha qarshilik ko'rsatdi, ammo baribir tor-mor etildi. Shimoliy qo'shinlar keyin Buon Ma Thuot tomon yurdi. Janubiy qo'mondonlik bu hujumni chalg'ituvchi manyovr deb noto'g'ri baholab, kuchlarni boshqa yo'nalishga yo'naltirdi. Buon Ma Thuot tezda qulab tushdi va shimoliy qo'shinlar yaqinlashar ekan, vahima boshlandi. Qochayotgan askarlar va tinch aholi yo'llarda bir-biriga aralashib ketdi. Vietconglarning harakatini sekinlashtirish uchun ko'priklarni portlatdi va daraxtlarni yo'llarga qulatdi. Shimoliy artilleriya va raketalar olomonga zarba berib, askarlar va tinch aholining birdek halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Janubiy Vyetnam mudofaasi hayratlanarli tezlikda yemirildi. Bir necha hafta ichida shimoliy qo'shinlar poytaxt Saygonni qurshab oldi. Prezident Nguyen Van Thieu iste'foga chiqib, mamlakatdan qochib ketdi. Ayrim qo'mondonlar va ularning askarlari oxirgacha jang qildi, boshqalari esa pozitsiyalarini tashlab qochdi. 1975-yil 30-aprel kuni tushga yaqin shimoliy qo'shinlar prezident saroyiga bostirib kirdi. Vietcong bayrog'i ko'tarildi va Janubiy Vyetnam davlati mavjud bo'lishdan to'xtadi. Umidsizlikka tushgan janubliklar mamlakatni tark etish uchun har qanday imkoniyatlarni izlay boshladilar. Ko'plab janubliklar mamlakatdan chiqib ketish umidida portlar va aeroportlarga oqib bordi. Ba'zilar AQSh harbiy dengiz kemalariga chiqib, qutulishga muvaffaq bo'ldi, ammo aksariyat odamlar ortda qolib ketdi. Oxir-oqibat urush hech qanday maqsadga erishmadi. Janubiy Vyetnam Shimoliy Vyetnam boshqaruvi ostida birlashtirildi. Bu natija AQSh aralashuvisiz ham yuz berishi mumkin edi. Urush millionlab vyetnamliklar va 10 minglab amerikalik askarlarning o'limiga olib keldi.
Ular o'z hukumatlari tomonidan ma'noli maqsad uchun kurashayotganiga ishontirilgan edi. Janubda ko'plab hamkorlikda ayblangan shaxslar qatl etildi, boshqalari esa og'ir sharoitdagi qayta tarbiyalash lagerlariga yuborildi. Shimol ham, janub ham vayronaga aylangan edi. Tiklanish jarayoni uzoq va og'ir kechdi. Urush davomida mamlakat bo'ylab 10 millionlab gallon gerbitsidlar, ya'ni kimyoviy moddalar sepildi. Bu o'simlik dunyosiga jiddiy zarar yetkazdi. Va bundan tashqari, kimyoviy moddalar purkalgan hududlarda saraton kasalliklari, xromosoma shikastlanishi, tug'ma nuqsonlar va uzoq muddatli nevrologik kasalliklar darajasi ham oshib ketdi. Urush davomida AQSh Vyetnam, Laos va Kambodja hududlariga 7,2 million tonnadan ortiq portlovchi moddalarni tashladi. Bu Ikkinchi jahon urushi davomida Yevropa va Yaponiya ustiga tashlangan bombalar umumiy miqdoridan 3 baravarga ko'p edi. Laos hududiga o'rtacha hisobda 9 yil davomida har 8 daqiqada bitta bomba tashlangan. Portlamay qolgan bombalar bugungi kunda ham jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. So'nggi 50 yil ichida ular kamida 50 ming kishining o'limi yoki jarohatlanishiga sabab bo'lgan. Qurbonlarning aksariyati tinch aholi bo'lib, ayrim hodisalar hatto 2022-yilgacha ham qayd etilgan. Urushni yakunlashdagi roli uchun Henry Kissinger keyinchalik Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlanadi. U 100 yoshida vafot etgan. AQSh Vyetnamni qayta tiklashga yordam berish uchun 5 yil davomida 3 milliard dollardan ortiq mablag' ajratish majburiyatini olgan edi. Biroq bu va'dalar bajarilmadi. Aksincha, mamlakatga nisbatan savdo va yordam bo'yicha to'liq embargo joriy etildi va u 1994-yilgacha davom etdi. Ko'rib turganingizdek, haqiqat yagona emas. Shu bilan birga aybdor ham. Vyetnam urushida har ikki taraf birdek. Urushni hukumatlar boshlaydi, ammo faqat tinch aholi zarar ko'radi. Bu xuddi shunday kanal edi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarza davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa naval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.